Metan narxining oshishi haydovchilarga qanchalik sezilyapti? Polni zapravka bilan hozir 100 mingdan 112 minggacha to'ladim. Eng ko'p to'laganim. Avval 70-80 ming bo'lardim maksimum bo'lsa. Yaxshi emas. Odamlar qiynalyapti. Paytda ham odamlar 5 ming beryapti. Shu to'ppa-to'g'ri, hali ham ko'tarmayapti. Olam bilan o'lik kam. Mashinalar endi gaz bilan, havo bilan yurmaydi-yu, baribir qiyin bo'lyapti. Misol uchun mana oldin 100 ming tashardim, bir oyga yetardi. Hozir 300 ming ketyapti. Gazlar oshib ketyapti, to'lovlar oshib ketyapti. Pastga tushish kerak, narxni tushirish kerak. Oshdi, narxi oshar ekan degandi, mashinamni sotib yubora qoldim, qutulib qo'ya qoldim. Xabaringiz bor, joriy yilning 1-may sanasidan boshlab Toshkent va O'zbekistonning boshqa hududlaridagi avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor shoxobchalaridan metan narxi 1 kubometr uchun 5200 so'mdan 5300 so'mgacha oshgan edi. Xo'sh, bu avtomobil boshqaruvchilariga qanchalik sezildi? Haydovchilarga yuzlandik. Metan narxining oshishi haydovchilarga qanchalik sezilyapti? Ancha sezilyapti. Ya'ni buni men hisoblab berishim mumkin. Mana yil boshidan beri 2 marta oshgan bo'lsa, avval 2900 so'm yo 3900 so'mdan qo'ygan bo'lsak, hozir 5200-5300 bo'lyapti. Bu degani men 90 talik balonim Cobalt'da. Polni zapravka bilan hozir 100 mingdan 112 minggacha to'ladim. Eng ko'p to'laganim. Avval 70-80 ming bo'lardim maksimum bo'lsa. Bu umuman gazim qolmagan holatda. Endi hozir hisoblaydigan bo'lsak, kunida 2 marta zapravka qiladigan bo'lsam, где-то avval 150 ming, 180 minggacha maksimum to'lgan bo'lsa, hozir 200-220 ming shunaqa atrofda to'layapti. Bu endi kuniga bu gaz uchun shuncha rasxod qilgandan keyin 500 ming ishlasa, maksimum Yandexda bu yog'ini bilavering. Mashinani rasxodini agar tirikchiligiga bo'lsa qoplaydi, agar xudo ko'rsatmasin yo'lda qanaqadir DTP bo'lib qoladigan bo'lsa, bunda keyin kimdandir qarz olib turib, keyin yana uni 2 oy to'lab, mashina qilib yurish kerak. Paytda ham odamlar 5 ming beryapti. Shu to'ppa-to'g'ri, hali ham ko'tarmayapti. Olam bilan o'lik kam. 10 ming berolmaydi. Narx-navo oshib ketyapti. Gazlar oshib ketyapti, to'lovlar oshib ketyapti. Pastga tushish kerak, narxni tushirish kerak. To'ppa-to'g'ri limitlarni yo'q qilish kerak. Misol uchun mana oldin 100 ming tashardim, bir oyga yetardi. Hozir 300 ming ketyapti. Metan narxi ham bunaqa, misol uchun ko'tarmayapti. Tushirish kerak narxini ozgina. Metan narxini oshgani bizga ta'sir qilmaydi-da. Masalan, yo'l kiralar oshgan yo'q. O'z narxida turibdi. Endi qanday yana oshdi deydi uni. Hamma o'z narxida yuribdi. Gazi narxi oshdi, lekin juda yaxshi emas. Mashinalar endi gaz bilan, havo bilan yurmaydi-yu, baribir qiyin bo'lyapti. Ko'pi kredit mashinalar qoplamaydi. Taksining narxini qarang, vashshi tushib ketgan narxlar, taksining narxlari. Arzimaydi-da, gazni qoplamaydi-da taksini. Taksi qilishadi, lekin qoplamaydi. Yaxshi emas, lekin hamma norozi lekin gazi narxidan. Shaxsiy fikrim salbiy, yaxshi emas. Pasaytirish kerak, tushirish kerak aholini. Qiynamas kerak, aholi vashshi qiynalyapti. Taksi qimmat, arzon. Tushib ketgan Yandexlar narxi qoplamaydi. Shuning uchun hozir endi hammaga qiyin bo'lyapti. Любой odamdan so'rasangiz ham qiyin, lekin gaz narxi qoniqtirmaydi. Masalan, shu topayotgan pulini pashti 3 dan 1 qismi emas, pashti teng yarmi yo'l kira ketyapti. Mana shu metanga ketyapti, lekin narx-navo ko'tarilmayapti. Narx-navo ko'tarsa xalqqa ziyon bo'lib ketyapti. Rasxodni qoplash qiyin. Hozir 65 talik balon 80 mingga to'layapti-yu. 80 ming. Bu yursa 160 kilometr yuradi. Yandex to'lasa 2 mingdan to'lasa 160 kilometrga 100 ming so'm rasxodga ketib qoladi. Yandex komissiyalari. Holatga qanaqa endi bir qarab chiqish kerak, balki endi ozgina tushirsa yaxshi bo'lardi. Bilmayman, endi qanaqasi bizni firmaning mashinasi bo'lgani uchun unaqa bizga jana qilmayapti, sezilmayapti. Oshdi, narxi oshar ekan degandi, mashinamni sotib yubora qoldim, qutulib qo'ya qoldim. Yuribman, undan ko'ra benzinda yurganim yaxshi-da. Vash qimmat bo'lib, yo'q. Taksi qilib yurdim. Qarasam, metan oshib ketyapti. Undan ko'ra benzinda yurganim yaxshiroq deb o'yladim. Yaxshi emas. Odamlar qiynalyapti. Kirada yuramiz,
oson emas o'zi bu. Benzin oshsa, mo'ykalar suvi oshib ketyapti, hamma narsa oshib ketyapti. Pul topish oson emas hozir. Svet, gaz, suv hammasi ro'zg'or oson bo'lmayapti. Undan ko'ra tushirgani yaxshiroq edi. Va oshirgandan ko'ra. Xo'sh, metan narxining oshishi sizga qanchalik sezilyapti? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.